Bu tort uchun biskvit pishirish shart emas. Eng oson va o'xshab chiqadigan retseptda neger torti. Birinchi un bilan kakaoni aralashtirib olamiz. Ichimlik sodasiga limon suvini solib ko'pirtirib qo'yamiz. Alohida idishga tuxum bilan shakarni venchikda oqarguncha aralashtiramiz. O'simlik yog'i, sof inni, yog'liqqina kefirlarni solib, ketidan ichimlik sodasi, un, kakao aralashmasi va bir choy qoshiq razrixlitilni solib, yaxshilab bir xil massa bo'lgunicha aralashtiramiz. Shokoladli suyuq massamizni tortga listlarga quyib, duxovkani tepa-past rejimini yoqamiz, 200 gradusda tez-tez pishirib olamiz. Kremi uchun chiz krem, sofinni quyuqqina foizi ko'proq qaymoqlari hamda zgushonniy moloko quyilgunicha mikserda ko'pirtiramiz. Kremni birinchi pastroq skorsda ko'pirtiramiz, biroz quyilgach balandroq skorsga oshiramiz. Bu orada korj sovida har qavatini sut bilan propitka qilib, krem bilan korjlarni yopishtiramiz. Tortni ustini esa chetidan qolgan urvoq bilan bezatamiz. Endi issiqqina choy bilan dasturxonga tortamiz.